Farg'ona uy-joy sizlarga Kirgilikda eng lokatsiyasi chutki joyini ham kvartira topib berganmiz. Ko'rlang, 9 etajgan ro'parasi. Bu tomonimiz 16-maktab. Yo'lni bo'yida skivajni remontini qaranglar. Nima deyapsizlar remontiga? Vashi chutki bunaqa kvartira bor, juda kamdan kam chiqadi. Ichki eshiklar MDF ekan. Tashqi romlarda Akfa'ning eng so'nggi modelini qo'yib berishibdi. Ammo malades remontini ham tindirib berishibdi. Mana AUX konditsionerlar bosib berishibdi. Gilamlar bor. Remont ko'rib, oshxona ham ko'rsating. Oshxonamizda yangi gaz plitani qarang aka, 4 xonali. Nima turibdi? Kir mashina LG. Bag'i mana ko'rib turibsizlar, detskiy plashatka, parkovka, maktab, bog'cha lokatsiyasi eng zo'r. Xullas, Kirgilikda normalniy lokatsiyada joyimiz mana oshxonani balkonga olib chiqishgan ekan. Mana oshxonamiz hozir detskiy xona bo'lib turibdi. Aboyni qaranglar. Malades xona bor, juda kamdan kam chiqadi bunaqa. Shinam ichki eshiklari MDF eng so'nggi modellarni qo'yib berish. Hojatxonani ham ko'rsating obunachilarimizga. Hojatxonamizdan ponni kafel bo'lgan. Issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya, gazdan umuman muammosi yo'q albatta. Albatta bu lokatsiyamizda. Qaranglar. Kirgilikda 9 etajgan ro'parasi va 16-maktab. 4 etajga o'ndi, 4-etaji 2 xona skivajni o'ydi, 3 xona qilib berishgan. Shunday jihoz bilan shuni tashlab chiqib ketamiz deyapti egalari. Eng qiziq narxini qarang, $25,500 kami bor deyapti. Pastga raqam qo'yib beryapmiz. Telefon qilib, kelib, ko'rib, egalari bilan bemalol maslahat qilib, baraka qilaverasizlar. Farg'ona uy-joy sizlarga shunaqa chiroyli joylar topishda davom etadi.